Avvalambor sizlarni mana bu Qo'shaloq bayrami bilan, Navro'z ayyomi, hamda Ramazon hayiti bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman, hurmatli yoshlar. Mana bugun ham maktabda juda ham katta bayram, unda ishtirok etdik. Albatta bunaqa bayramlar qanaqa yurtga yarashadi? Tinch yurtga yarashadi, yoshlarni ulug'lagan yurtga yarashadi, ayollarini qadrlagan yurtga yarashadi. Xabaringlar bormi? Hurmatli prezidentimiz mana bugun yoshlarga juda ham qattiq e'tibor qaratganlar. Bironta mamlakatda yo'q. Men qayta ma'ruza qilib yoshlar bilan uchrashsam aytaman. Bironta mana o'zingizlar ijtimoiy tarmoqni juda yaxshi ko'rasizlar, ko'p o'tirasizlar. Ijtimoiy tarmoqda uni bekitadigan joy yo'q. Ko'rsanglar bironta mamlakatda bizning mamlakatimizdagachalik yoshlarga bo'lgan e'tibor, yoshlarga bo'lgan hurmat, yoshlarga yaratilayotgan imtiyozlar bironta mamlakatda yo'q. Dunyoning bironta mamlakatida yo'q. Hurmatli prezidentimiz yangi O'zbekistonda shunaqa tizim yaratib berdilar. Oldimizda o'zi biz rahbariyat, ya'ni tuman rahbarlarining oldimizga ikkita vazifani ustuvor qilib qo'yib bergan edilar-da. Birinchisi insonning roziligi bo'lsa, ikkinchisi insonni qadri uchun. Mana bizga oldimizda ustuvor vazifa qilib uchinchi vazifani qo'yib berdilar. Bu ya'ni hozir mana maktab direktori ta'kidlab o'tganlaridek, har payshanba yoshlar kuni deb e'lon qilinib, yoshlarni biz hokimlar, biz tuman prokurorlari rahbariyatga ustuvor vazifa, ya'ni har payshanba biza aynan yoshlar bilan ko'rishib, yoshlarni qiziqtirayotgan narsalari, takliflari, muammolari, yana nima qilib bersa yoshlarimiz bundan ham yaxshi ilm olishga, bilim olishga sharoit bo'ladi deb sizlar bilan uchrashish uchun hamma ishimizni yig'ishtiramiz payshanba kuni. Biz mana hurmatli prokurorimiz ham, men ham tuman hokimi ham faqat yoshlar bilan uchrashamiz. Nimaga? Qaysi sohada bo'lishdan qat'iy nazar, qaysi yo'nalishda bo'lishdan qat'iy nazar, baribir yoshlarimiz. Ko'p ta'kidlar, yoshlar bizning kelajagimiz, yoshlar bizning taqdirimiz. Ertaga bu joylarda kimlar ishlaydi? Sizlar ishlaysizlar. Biza bu joylarni, bu hammasini kimni qo'liga topshirishimiz kerak? Yoshlarni, ya'ni qanaqa yoshlarni? Ilmli, bilimli, qat'iyatli, eng keraklisi oilasini yaxshi ko'radigan, ota-onasini yaxshi ko'radigan, mahallasini yaxshi ko'radigan, vatanini yaxshi ko'radigan yoshlarga taqdirni topshirish kerak. Ana shuning uchun hurmatli prezidentimiz payshanba kuni biz rahbarlarga ustuvor vazifa qilib, faqat yoshlar bilan ishlaysan deb qo'yib berdilar. Biz mana hozir 4-payshanba yoshlar bilan uchrashuvimiz har bitta sohada, sport sohasida, qolaversa boshqa sohalarda juda ham tumanimizda iqtidorli yoshlar ko'p. Juda ham ko'p yoshlarimiz uyaladi, ko'p yoshlarimiz ichidagi taklifini, fikrini ochiq ayta olmaydi-da, ichida saqlab o'sha jarayonlar o'tib ketib qoladi. Shuning uchun biz hozir mana direktorlar ham ta'kidlab o'tdi, bu yig'ilish emas. Bu seminar emas. Mana tuman prokurorimiz kelganlar qachon bo'lgan? Qachon